Assalomu alaykum hammaga. Shaxsoniy obyektimiz 3-qavatimiz bitdi, 2-qavatga tushdik. 2-1 podval qismimiz bor. Qilinayotgan ishlarni, bitgan ishlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. 3-etajimiz. Har bitta xonamizni bitgandan keyin penepleksda yopib, tayyor holatda chiqib ketganmiz. Tupli bo'lamiz oyna bo'lib turibdi. Xonadan chiqayotgan отопление turbalarimizni polatiga kirgizib, mana shu ikkita qismda kollektor joylaganmiz. Bittasi radiator uchun, bittasi tupli pol uchun. Tupli pol kollektorlarimizni orqasiga reflon list qilib hammasida Eurokonus sangarada presslab chiqqanmiz. Markirovkalab hammasini tayyor holatda. Undan tashqari xona termostatlari uchun kabellarni hammasini olib kelib, mana shu yerga joylab qo'yganmiz. Har bitta derazamizning tagida unutulpolni konvektor bo'ladi. Konvektor uchun kabel va отопление turbalarini olib chiqib montaj qilib qo'yganmiz. Stachkadan keyin bularni qo'yib beramiz xudo xolisa. Radiator kollektorlarimiz aksiyani fitilni presslab, buni ham tayyor holatda markirovkalab qo'yganmiz. Xonada kravatlarni o'rnini qoldirib, qolgan qismini 100% tupli pol qo'yganmiz. Unutulpolni konvektor, yana qo'shimchasiga teplarashut qilganmiz, radiator qo'shimcha qilganmiz. Har bitta spalnigimizda o'zining alohida sanuzeli bor. Sanuzilimiz kirganda chap tarafda installyatsiya, встроенный bide, o'ng tarafimizda rakovina, dush, alohida jakuzi vannasi ham bo'ladi. Sanuzillarimizning soni ko'p. Har bitta qavatimizda 5 ta sanuzil bo'lgani uchun har bitta sanuzil uchun o'zini alohida dekoratsion kontrol kranini montaj qilganmiz. Bu bizga nima qulaylikni beradi? Mashxonada sinfga jarayonida va qolgan muammoli holatlar bo'lsa, mashxonani o'zini suv ta'minotidan uzib turadi. Qolgan sanuzillar bemalol ishlayveradi. Muammolarni bartaraf qilib yana ishga tushirib olsa bo'ladi. Smesitellarimiz встроенный smesitelar bo'ladi. Bir-biriga ulab обрисовкаga tayyor qilib qo'yganmiz. Встроенный smesitelarimizda suv rasxoti ko'p bo'lgani uchun kanalizatsiyalarni faqat 100 talik yig'ganmiz. Elitali perexod qo'yib, zarurshi qilib qo'yganmiz. Xona termostati uchun gilzalarni olib kirib, qotirib qo'yganmiz. Installatsiyalarni qo'shimcha montajning shinlarida ham qotirib chiqqanmiz. Bemalol ustiga chiqib sakrasa ham bo'ladi, ikkita odam ham ko'taradi. Tupli pollarni ham mana shu holatda tortib qo'yganmiz. Bu qavatimiz bitgan. Bizlarni chiqarishni peneplex bilan to'sib qo'yganmiz. Kirib ko'rish mumkin, lekin oyoq kiyimda emas. Uy egalari ham shunday kirib ko'rdilar, oyoq kiyimni yechib chiqa qolaman dedilar. 2-qavatimizni boshlaganmiz. Kollektorlarimiz mana shu devorga tushadi. Devorimiz yarim g'ish bo'lgani uchun karkas to'qiyamiz ugo'llikda. Reflon list qotirib olganmiz. Sanuzillarimizda chornoy montaj ishlari ketyapti. Tepa qavatimizning kanalizatsiyalarini ikkita slowli shumka qilib olib tushib ketamiz, tag qilib. Holatimiz shunaqa. İşimiz yoqqan bo'lsa, bizning jamoani kuzatib boringlar, sog' bo'linglar.